Güneşliğe yetmez sensiz hayat menga sen ana zarifi muhabbetin senden kaybım anlanıp sen ana zarifi muhabbetin senden kaybım muhabbetin senden kaybım muhabbetin rahmat, oramizda jonli ijroni qadrlaydiganlar bor ekan, tushunadiganlar, joningiz sog' bo'lsin. Zo'r ijro bo'ldi haqiqatdan ham. Ustozlarning yo'lini bersin. Ayniqsa oxirgisi juda ham yoqdi. Xuddiki Azamat Otajonov ustozimiz gavdalangandek bo'ldi. Juda ham havas qilgan ekansizki, ovozlari ham hatto chalim beryapti. Demak,